Assalomu alaykum ascolchilar, aziz obunachilar. Sensorni tashkilani yana bir bor qo'yamiz sizlarga. Buni ko'rib olishlaringiz kerak. Ko'ryapsizlar mana. Raserval dachkini ahvolini qaranglar akalar. Вообще bolото bo'lib ketgan akalar. Men qummaydi, qum emas, ana temir strushka, men qora ikkita tushga ham temir strushkasi akalar. Bular temir strushkalarni o'ziga yig'ib olgandan keyin informatsiyani kompyuterga realni bera olmaydi va shuning hisobiga rasxodlar ko'payadi akalar. Podpiskalarga atmetkani gumballatinglar, любой mashina, strushkani ko'ryapsizlarmi? Temir strushkani. Bu Kalinval bu akalar, Kalinval. O mashinani yurishiga va zavod bo'lib turishiga realniy xizmat qilib beradigan datchiklar. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek shuncha strushka, shuncha temir, zaslonkani ichini ko'ryapsizlarmi? Вообще kartoshka eksak bo'ladigan holat bo'lib ketibdi akalar. Olinmasdan uloqiga chiqinglar. Katalizator datchigini ko'ryapsizlar, lambda zon deyiladi. Katalizator yo'q, taktuv bilan o'shaning uchun bu zanglab chirib yotibdi. Rasxod xohlagancha yo'qadi. Mana shu Spark mashinamizga podpiska laykni bosinglar akalar. Aloqaga chiqinglar. Chilonzor 12 kvartal.